Namangan viloyati Kosonsoy tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida To'g'ron bank aksiyadorlik tijorat banki hamkorligida jami 10 gektar yer maydoni 618-konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida eksportbop sarimsoq piyoz mahsuloti yetishtirilmoqda. Ushbu loyihaga ajratilgan 14 gektar yer maydoni uzunligi 600 metrni, eni esa 230 metrni tashkil qiladi. Loyihaga bugungi kunda o'g'itlash ishlari amalga oshirilmoqda. Loyihaga 14 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Lider tadbirkor sifatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi Adashaliyev Holding mas'uliyati cheklangan jamiyati biriktirilgan. Har bir gektar yer maydonidan o'rtacha 4 tonnadan jami yer maydonidan 140 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Sarimsoq piyoz iyun oyining oxiriga qadar yig'ishtirib olinib, takroriy ekinga serdaromad mahsulot ekish rejalashtirilmoqda.